Avvalambor assalomu alaykum. Allohdan siz uchun sog'lik so'radim va yagona foydali umr tiladim. Buloqdek top-toza ushbu qalbingizga oxirat saodatini, baxtini tiladim. Men sizga tilarman gulday go'zal baxt, shirin xayol ila mehr muhabbat, to'la umr ko'ring bo'lmasin yarim, doimo asrasin Alloh karim. Baxt tilayman, baxtli bo'ling. Marhamat, davralarımızda videomuzu lütfen bekliyoruz.
Biraz ne